Eng og'ir o'zimizga minus keltiradigan narsa bu aslida kutib yashash, kimdandir kutib yashash. Chunki aksariyat 90% ayollar oson pul topishi, hamma narsa tez bo'lib qoladi. U uchun kimdir nimadir qilib berishini kutib yashaydi. Yo'q. Agar men shuni aytardimki, butun O'zbekiston ayollarimizga, jamiki kim tadbirkorlik bilan shug'ullanyaptimi, hech qachon kutib yashamang. Avvalambor Allohga va o'zingizga ishoning va harakatingizga ishoning. Shundagina muvaffaqiyat sizga kulib boqadi. Demak, siz bu biznesni boshlaganingizda faqat Allohdan kutgansiz va o'zingizga ishongansiz. Dilbar opa, qarang, shunaqa katta pul topish uchun sizni ichingizda qanaqa motivatsiya bo'lganki, siz to'xtamagansiz-da, shu sirlarni bo'lishing. Kuzatayotgan hamkorlar. O'zimga ham juda ko'p Gulnora savol beraman-da, nima uchun aynan bu imkoniyatni menga berding? Nima uchun aynan bu muvaffaqiyatni nima uchun menga berding deganda, bilasizmi, o'sha paytda go'yoki ko'zimda bir parda. Hozir eslasam o'sha narsani qo'rqib ketaman. Bitta narsa bo'lganki, faqat menga ergashgan shogirdlarni oldida yuzlarimni yorug' qil deganman. Ertayu kech mana shu narsani so'raganman Allohdan. Men shuncha pul topishim kerak. Men bu biznesni hattoki men bu biznesni olib kiraman. Men bu biznesni boshida bo'laman deb ham o'ylamaganman. Bilasizmi, shunchaki harakat qilganman. Hali qo'rquv bo'lganki, shogirdlarim ertaga ustozim meni muvaffaqiyatga chiqara olmadi yoki aldab ketdilar degan narsa men uchun or hisoblangan. Shuning uchun tunni kun harakat 24/7 ishlashga harakat qilganman, chunki menga ergashib kelgan shogirdlarim oldi har doim shu yuzlarim yorug' bo'lishini xohlaganman. Niyat ko'ryapsiz.